Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ma'sum Faxriddin, baliqchi restoranidan keldik. O'zbekistonda eng yaxshi forel yetishtiradigan, biz endi ko'plarini foydalanib ko'rdik. Hammasi ham yaxshi, lekin bizning standartlarimizga va bizga ta'mi, rangi va kalibrlari doim standart chiqqani Golden Fish bo'ldi. Buning uchun albatta siz mehnat uchun sizga rahmat. Kuzatuvchilarga shuni aytmoqchimanki, haqiqatda ozoda, pokiza, pul bu yerda muhim emas. Muhimi baliqchilikka va kulturani rivojlantirishga akalarimiz juda katta hissa qo'shishyapti. Bular sifatli yetishtirishga harakat qilishayotgan bo'lsa, biz sifatli tayyorlab berishga harakat qilamiz. Bugun shuni mana batafsil o'zlaridan ko'ramiz, o'zlaridan eshitamiz. Ismim Jahongir. Bizimiz tashkilotimizga mana shu fermani xo'jaligiga 15 yil bo'layapti. Yetishtirish faqat forel va kumja baliqlarimiz bor. Birinchidan 90 ta sadogimiz bor. Sadog bu mana shu ko'rayotgan idishlar qatta joylashgan baliqlar. Bizda ham как odamlarga o'xshab bog'chamiz bor. Maktab bor, katta sadoklarda o'sha tovarni baliq bo'ladi. Bog'chalarda bo'ladi malok baliqlari. Biz ko'p davlatdan olib keltiramiz, ikralarni, aprodatoryonni. O'shani qarab biza baho berishimiz kerak. Qaysi davlatdan baliq bizimiz muhitimizga loyiqroq bo'lib turibdi. O'shanga qarab biza Daniya, Polsha, Amerika, Italiya, Ispaniya davlatlardan olib keltiryapmiz. Endi bugungi kunda mana shu davlatlardan olib keltirib ko'ryapmiz, qaysi yaxshiroq natija beradi. Yem berish to'g'risida o'tadigan bo'lsak, biz faqat yevropeyskiy, norvejskiy yem beramiz. Sababi o'zimiz boshida где-то bir 15 yil oldin iranskiy ko'p ko'rganmiz, rossiyskiy, lekin talab bo'yicha u bizga bo'lmayapti. Bizda har 6 oyda o'sha yem sotuvchilar bizga keladi, analiz laboratoriyalaridan oladi, o'shanga qarab biz talab qo'yamiz. Go'sht rangini, yog'ligi ularni, qanaqa prosentovka, nima og'irligi ko'proq bo'lishi kerak, go'shtmi, boshqami, o'shani talab bo'yicha qo'yamiz. Ular shu bo'yicha bizga yemni komponentlarni joylashtirib, bizga kerak balig'imizni qo'yib tashlaydi. Ikkinchi masalada turgan narsa bu bizning katta rahbarimiz Sergey Valentinovich talab qo'ygan. Mana shu bizimiz forel xuddi okeanskiy lososga o'xshaydigan talabiga muvofiq bo'lishi kerak. O'shanga qarab biza mana shu bo'yicha ishlayapmiz. Lishniy hech nima qo'shilmaydi, faqat toza yem. Mana bu joyimiz 7,5 gektar yer maydon bo'ladigan bo'lsa, Charvakskiy vodoxranilishi dambadan boshlab, ikkinchi dambagacha mana shu territoriyani suvni biz arendaga olganmiz va yonimizda boshqa baliqchilik xo'jaliklar yo'q. Sababi biz talab qo'ygan Yevro standart o'stirish baliqlarini yonimizda kimdir boshqacha baliq ustirsa, har xil holat, boshqa yem bilan har xil kasallik paydo bo'lib, bizga ham o'tishi mumkin. O'sha uchun arendaga olingan, hech kimni qo'ymayapmiz mana shu joyiga. Bu yerga suv oqimi juda baland, bilasizlar, temperatura suvni qishda 3 gacha tushadi, muz tepasi bo'lmaydi. Yozda 15-16 eng zo'r mana shu forel o'stirishga holatlar bu. Temperatura bilan va suvning kislorodi. Kuniga 1,5-2 metrga ko'tarib pastga tushyapti, o'sha orqali almashish suvni yaxshi bo'layapti. O'shanga bizda qanaqadir baliqda, go'shtda hidi, u narsa yo'q. Bu o'zi xabarlaring bor. Chirchiq daryo deymiz, butun Toshkent mana shu suvdan ichadi. O'sha uchun eng toza suvdan mana shu baliqni o'stiryapmiz. Forelni DNKsida kir suvda yoki loyqa suv yoki ifloslangan suvda yashash degan narsa yo'q. Unga faqatgina toza suv bo'lsagina yashay oladi. Aytayotganlaridek, Chirchiq suvdagina yetishtiriladi. Suv tinimsiz oqib turadi. Mana ko'rishimiz mumkin, suvdan bemalol hatto ichish ham mumkin. Toshkent aholisi shu suvdan ichar ekan. Hatto sifati yuqori ekanligidan Rossiya, Belorussiyaga ham eksport qilinadi. Buni guvohi ham bo'lganmiz, o'zimiz ham doim ko'rib kelamiz, sifati haqiqatda yuqori. Yana bir gap bor, bu yerda endi gapirib o'tish majbur bo'lyapman. E'tibor bersalaring, ko'pchilik dam oladi. Yozda dachalar bor. Odamlar kelib, sigaret chekib, musorlab tashab, keyin suv ko'tarilganda hamma narsa mana shu musorlar suvga chiqadi. Endi iltimos, qanaqadir bir madaniy tomoniga odamlarni chaqirtirsak, mana shu toza joyimizda qilmasak. Ko'rganlaringizdek, bizda har kun zakaz bor. Baliq bo'yicha bizni balig'imiz eshittirish, mana shu malokdan tashqari asosiy tovarni balig'imiz 1 kilodan 5+ kilogacha balig'imiz bor. O'sha zakaz bo'yicha qarab qo'ygan bo'lsangiz, mana shu paromga berga misol 2 kilo plus baliq bor. 3+, 4+ alohida qilingan. Baliqni kunduz kuni tayyorlab qo'yadi. Zakaz bo'yicha kechqurun
olib chiqiladi u baliq. Qaysi kalibr bo'yicha qancha bo'lsa 1,5 mingdan 2 mingdan faqat kechasi olib chiqiladi u baliq. Kalibr deganda baliqni 1 kilodan 2 kilogacha, 2 kilodan 3 kilo va 3 kilodan 4 kilogacha bo'lgan razmerlarda ajratiladi. Bu nimaga kerak? Yerga uch plusmi? Har bir semirayotgan baliq iste'moli ko'proq bo'ladi. Uning xarajati qimmatroq tushadi. Shuning uchun 2 kilolik baliq 10 so'm bo'lsa, 3 kilolik baliqning kilosi уже 11 so'mdan bo'lib, narxi biroz farq qilishni boshlaydi. Bunga ketadigan mehnat ham shunga yarasha ko'proq ketadi. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, har bir kalibrga yetganda keyingi sadokka o'tkazib yetishtiriladi. Siz mana qarang, qanaqa toza bizning torlarimiz. Har 3 kunda yuviladi torlar. Nimaga desangiz, quyoshda o'sadi-ku o'simlik bilan, ana u tina bo'ladi. И kislorod yama o'tadi o'sha baliqlarga. Uni постоянно mana shu bizda karchalari bor, nasoslar bor, постоянно mana shu torlarni yuvish kerak. Aytyapman-ku, bu baliq har xil uni yaxshi ko'radi-da, tozaligini. Har 3 kunda yuvilar ekan, kislorod yaxshi o'tishi uchun. Bo'lmasam, setkada o'tovlan o'sib ketadi, kislorod yaxshi kirmagan hisobiga baliqqa sadogida kislorod kamayib qoladi. Ko'pchilik laqaga, tolstolop, amur, sazan ishni o'rgangan-ku. Endi bugun yangi Yevro standart talablari qanaqa? Ayollar takoy chiroyli, statniy bo'lish kerak. Kamroq baliqda kamroq nima? Jir kamroq bo'lgani sababi ko'pchilik fitness bilan shug'ullanadi. Bu baliq kakras mana shunaqada. Xabaringiz bor, Sarskiy riba deyardi mana shu qizil baliqni. Hozir imkoniyat shunaqa bo'lib qoldi. Bizda dostupniy bo'lib qoldi. 5+ farellar bundan shundoq filesini qilib, vialenni qilib, tuzlasa, kapchonni qilib, zavtrikka shundoq bir bo'lak qora nonni ustiga qo'yib, sariyog bilan qizil ikrazgina rukulani qo'yib yesa, menimcha qanaqa kechini bilasizlar. Zo'r joy mana shu. Xulosa qiladigan bo'lsak, akamizga kattakon rahmat, juda katta mehnat qilingan, haqiqatda sohani rivojlantirish uchun juda katta mehr berilgan, juda toza suv, yemlari juda ham oliy, yuqori, baliqqa e'tibor yuqori, munosabat, mehr juda yuqori bo'lgan. Bunaqa mehr berib yetishtirilgan baliqda bundan zo'r baliq bo'lishi mumkin emas. Akalarimiz yana ham yaxshiroq qilishga harakat qilishyapti. Buning uchun o'zimizni samimiy minnatdorchiligimizni bildiramiz. Barcha baliqchilar nomidan rahmat. Sizlarni yana kutib qolamiz baliqchida. Sizlarga ham rahmat. Bizlar ham mana shu ishni xalqimizga ko'rsatyapsizlar. Shu ham ancha bizga ham mana bo'ldi. Reklama desak ham bo'ladi, boshqa narsa ham desak bo'ladi. Rahmat sizlarga, kelganlarga. Katta fidoyilik bunaqa issiqda, sovuqda tinmasdan mana kuniga 5-6 tonna yem berishadi, buni olib kelib, tashib, tarqatib, yedirib, yana doim kasalliklardan himoya qilib, buni har xil insonlar musor tashishadi, buni oldini olib, bu har bittasi xarajat, har bittasi mehnat, har bittasi kuch, asab talab qilinadi. Buni hech nima bilan izohlab bo'lmaydi. Albatta, faqat o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz samimiy.